Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakat. Barlik qarindoshlar, Allohning salomati, mag'firati, barakati bo'lsin. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni davomlashtiramiz. 60-cho'ng gunoh ta'na qilish, gapida cho'ng turib jidal qilish va qattiq munozir qilish. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo Sura Baqaraning 204 va 205-oyatlarida mundaq deydi: Ey Muhammad, kishilar orasida shundoq odam borki, uning dunyo tirikchiligi to'g'risidagi so'zi seni qiziqtirdi, lekin u yolg'onchi, munofiqdir. U dilidagi narsaga, ya'ni dili boshqa, tili boshqa emasligiga Allohni guvoh qiladi. Halbuki u sana va sana agashuvchilarga ashaddiy dushmandir. Ko'rinishda u shirin so'z orqali dindor qiyofatga kirib oladi. U huzuringdan qaytgandan keyin zaminda buzuqchilik qilish uchun va ziroatlarni, hayvonlarni halok qilish uchun tirishadi. Uning buzuqchiligi amalda insonlarni halok qilish uchundir. Chunki ziroatsiz va hayvonlarsiz insonlar yashay olishi mumkin emas. Alloh buzuqchilikni yoqtirmaydi. Imom Navoiy mundaq deydi: Bilishing kerakki, gapida ching turib jidal qilish ba'zida haq tayangan asosda bo'lsa, yana ba'zida haqsizlikka tayangan holda bo'ladi. Alloh taolo Sura Ankabutning 46-oyatida mundaq deydi: Ahli kitob bilan faqat eng chiroyli ravishda munozirlashinglar. Undan boshqa Sura Nahlning 125-oyatida ular, ya'ni muxolifatchilik qilguvchilar bilan chiroyli ravishda munozirlashgan. Undan boshqa Sura G'ofirning 4-oyatida bo'lsa, Allohning oyatlari, ya'ni Qur'on to'g'risida faqat kofirlar mujodala qilishadi. Demak, qarindoshlar, bu oyatlarda Alloh taolo ba'zan tili boshqa, dini boshqa insonlarni bu yerda aniq qilib tasvirlab beryapti. Mayli ular tilida islomni, dinimizni da'vo qilgan, o'zini dindor ko'rsatgan taqdirdami, musulmonlarning yenidan ketgandan keyin yana o'zining buzuqchilik, yomon illatlarini iborganligi, musulmonlarga ziyonkashlik qilganligi, insonlarga, hayvonlarga, ziroatlarga ziyonkashlik qilganligini shu orqali insonlarni halok qilishga tirishadiganligini bayon qilyapti. Undan boshqa ahli kitob bilan faqat jonli, chiroyli ravishda munozirlashinglar deydi. Demak, biz bu darslarimiz dedik, agar kofir bo'lsa, o'ninki dinga kirish kirmaslik erkinligi bor. Unga faqat chiroyli gap qilib kirsa, mana haq yo'lda mavdu, kirmasa o'zining do'zax yo'lini tanlab ketaversa bo'ladi deb darslarimizni o'tgan. Shuni ular bilan takallashib, uni bu deyishning hojati yo'q. Kofirga dinimizni har qancha so'zlasakmi, u baribir o'zining ishini qilaverdi. Biz da'vatni qilamiz, xolisa qabul qilsin, xohlamasa o'zining yo'lida mengayversin. Ammo ular bilan takallashib, sening dining andoq, mening dinim rost, sening dining buni deb desa, ular shu bizning dinimizni tillaydi, haqoratlaydi. Shuning bilan islom diniga kelayotgan haqoratlarga biz sababchi bo'lib qolamiz, vaqtida gunohkor bo'lib qolamiz. Shuningga bu ishlarga Alloh taolo nihoyatda chiroyli muomala qilishga buyurgan. Yana keyingi oyatda bo'lsa, muxolifatchilar deganning o'zi, ya'ni shu dindan boshqalar, ular bilan nihoyatda chiroyli ravishda munozirlashgan taqdirda buyurgan. Allohning oyatlari, ya'ni Qur'on to'g'risida faqatla shu kofirlar mujodala qiladi. Kofirlar mujodala qiladi. Mana bu Sura G'ofirning 4-oyati. Din to'g'risida mujodala qilayotgan insonlar intayin ko'p. Qur'onning oyatlari to'g'risida mujodala qilayotgan insonlar hozir mushu ijtimoiy aloqa vositalarida intayin ko'p, qarindoshlar. Bularga muomala qilishni mana shu oyat orqali qilishimiz kerak. Chunki bu Allohning so'zi, Allohning dasturi, Allohning bizga avatgan yo'l boshchisi.
mush orqali muomala qilishimiz kerak. Agar Qur'onning oyatlarini har xil usulda, har xil yo'l bilan xatoga chiqarishga, uning izzat obro'yini tuvallatishga, uni bu dunyoga mos kelmaydigan qilib ko'rsatishga, u koni zamonning 1400 yil oldidagi gap so'zlar deb har xil usul tadbirlarni qo'llanib, Qur'on oyatlariga haqorat qilishga ve başka her xil niyet maqsadlarga yetishga uringanlarning hammasi ochiq oshkora mush oyatning hukm bo'yicha kofir bo'ladi. Kofir bo'ladi. Shuning bu masalada biz burun o'rgangan avval haqni tonu, undan keyin kimning haqni maqdiganligini bilsan degan hadisning ro'yiga asosan biz mush haq yo'lni bilib olsak, mana mushundaq Qur'on oyatlari, hadislar asosan insonlarning qaysini haq yo'lda, qaysiniki Allohga osiy ekanligini bila olamiz. İmam Navaviy so'zini davom qilib bundoq deydi: agar haq ustida ching turish, uni isbotlash va mudofaa qilish uchun munozara qilinsa, maqtashga loyiq bo'ladi. Agar haqni yo'qqa chiqarish va hech nimadan xabari yo'q qarg'ularcha munozara qilinsa, ayblashga loyiq bo'ladi. Demak, munozara qilishning maqtashga yoki ayblashga loyiq bo'lishi mana bu tafsilotga binoan bo'ladi. Bu yerdagi din to'g'risidagi munozara faqat haqda mustahkam turish yoki haqqa osiylik qilish ikki yo'lda ustida bo'ladi deyapti. Agar haqni qo'llab munozara qilgan bo'lsang, uni maqtashga, qo'llashga erishadi. Agar haqdan chatnash to'g'risida, haqqa qarshilik to'g'risida munozara qilgan bo'lsang, uni ayblashga to'g'ri kelgan ish deb bu yerda deyapti. Donolardan biri munozara va husumatdan boshqa dinga eng ziyonli, obro'yini eng to'kadigan, dilni eng mashg'ul qiladigan narsani ko'rmadim degan ekan. Ya'ni munozara va husumatdan boshqa dinga eng ziyonli. Munozara qilish, husumat qilish bu dinga eng ziyonli ish deydi. Shuningga biz yillardan beri ta'kidlab kelyapmiz. Dinni munozara qilishga bo'lmaydi. Dinni munozara qilishilgan faqat diniy olim, o'limalar munozara qilishadi. Bilmagan odam dinni faqat bilmagan yerini so'raydi, bilganlar javob berdi. Agar bilmasa, biladigan diniy olim, o'lima, ahli ilmlardan so'rab, haqiqiy bir ahli sunnat va jamoa aqidasidagi javobni topgandan keyin uni yetkazadi. Unda qilmasa, dinni bilmaydigan o'rinda dinni munozara qilsa, bu dinning izzat obro'yini to'kadigan, dinga eng ziyonli ish bo'ladi. Buni biz ta'kidlab keldik. Agar biri inson haqqini to'liq elish uchun jidal qilmay chora yo'q desa, bunga Imom G'azalining Alloh unga rahmat qilsin, buni javob bilan javob beramiz. Shuni bilishing kerakki, nahaq va ishning tegi taxtini bilmasdan munozirlashgan kishi cho'qim ayblanadi. Masalan, qozining vakiliga o'xshash, qozining vakili haqning qaysi tarafda ekanligini bilishdan ilgari munozara ishiga vakil bo'ladi. Ondan haqiqiy ahvolni bilmasdan munozara qiladi. Kishining o'z haqqini talab qilib munoziralashishimi ayblanadigan turi ko'radi. Chunki u o'z ehtiyoji bilan cheklanib qolmaydi. Aksicha da'vogariga til uzatadi, azar berdi, yolg'on so'zlash va o'z fikrida ching turish qatorliqlarga o'xshash qilmishlarni sodir qiladi. Shuningdek, munozaraga haqoratli so'zlarni aralashtirib qo'ydi. Aslida birovning haqqini elish uchun bunday qilish hojatsiz. Da'vogarni yengish va uningdan g'olib kelish uchun tarsoqlik qilishmi kishini munoziralashishga ilib bordi. Ammo uvol qilinuvchining haddidan oshmasdan, tarsoqlik qilmasdan, ehtiyojidan ortiq so'z qilmasdan shar'iy yo'l bilan haqqini talab qilish harom emas. Shundaqmi munozara va husumatga ilib boradigan yo'lni tark etish afzaldir. Chunki
husumat qilganda tilni mo'tadil holda tizginlash qiyin. Nimishqa deganda husumat kishini ko'ptirdi. G'azab o'tini qo'zg'aydi. Agar g'azab qo'zg'alsa, ikki taraf orasida adovat paydo bo'ladi. Hatto ikki tarafning har biri qarshi tarafning yomon ahvoliga qelishi bilan xo'shal bo'ladi. Xo'shal bo'lishi bilan qayg'uradi. Uning yuz obro'yiga til tekkizadi. Kimki munozirlashsa, ana shunday yomon oqibatlarga duchor bo'ladi. Eng bo'lmagandimi uning qalbini beorom qildi. Hatto namozida va bo'sh qolgan vaqtlarda da'vogir esiga kelib oladi. Natijada to'g'ri ish ustida istiqomat qilolmaydi. Demak, munozira va husumat yomonlikning beshidir. Kishiga ta'na qilishmi shundoq. Shuning uchun kishi zarur bo'lib qolmasa, munozira va husumatning darvozasini ochmasligi kerak. Abu Umama radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Alloh biror qavmga hidoyat bersa, ular hidoyat ustida bo'ladi ekan, ozmaydi. Ammo husumat qilishdan xoli bo'lolmaydi. İmam Tirmizi, İbn Majah ve İmam Ahmed rivoyat qilgan, Albani sahih degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu hadisni degandan keyin ondan sura Zuhrufning 58-oyatini o'qigan. Ya'ni ular bu misolni faqat husumat qilish uchun keltirdi. Demak, qarindoshlar, inson husumat qilishdan saqlanmaydi, chunki bu yerda oyatda aniq bayon qilinadi. Ya'ni husumat degan dushmanlik qilish. Dushmanlik qilishga har doim giribtor bo'lib qoladi degan gap. Shuningga bundan saqlanish uchun munozirlashdan o'zimizni jiroq qilishimiz kerak. Kishilarga so'zlaganda gaptallik qilib so'z yasash, gap o'zgartirish va qopiyalashtirib so'zlash makruh bo'lib, bundoq takalluf qilish ayb hisoblanadi. Shunga so'z qilganda so'z uslubiga diqqat qilib, asosiy maqsadni tushunishli qilib so'zlash kerak. Dalil isbot bilan so'zlash kerak. Abdullah ibn Amr As radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Alloh taolo erlardan xuddi qo'li go'shidek tilini chaynab gap qiladigan erlarni yomon ko'rdi. Abu Davud, İmam Tirmizi, İmam Ahmed rivoyat qilgan, Albani sahih degan. Gapning tilini chaynab gap qilish deganning o'zi gap yasashga uringanlik degan gap. O'ylab, ani desam bo'larmi, mana desam bo'larmi deb haqni qayirib qo'yib, boshqa yerdan bir narsalarni o'ydirib chiqarishga urinmoqchi bo'lgan insonni tilini chaynab gap qildi deb qaraymiz. Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Qiyomat kunida menga eng suyimli bo'lganlaringlar va eng yaqin turadiganlaringlar eng yaxshi axloqqa sahib bo'lganinglardir. Menga eng yomon ko'rinadiganinglar va mendan eng yiroq bo'ladiganinglar kot-kot to'lib vatildab kishilarni zeriktiradigan va yo'g'onchilik qiladigan kishilardir degan. İmam Tirmizi, İmam Ahmed rivoyat qilgan, Albani Hasan degan hasan hadis. Bu yerda shuni eskartish kerakki, nutq so'zlaganda, vaz-nasihat qilganda haddan oshmasdan, kishilarni hayron qoldiradigan so'zlarni ishlatmasdan, chiroyli so'zlarni ishlatish ayb hisoblanmaydi. Chunki nutq va vaz-nasihatning maqsadi insonlarning qalbini Allohning toat ibodatiga moyil qilishdan iborat. Chiroyli so'zning ta'siri haqiqatan nihoyatda cho'ng bo'ladi. Shuningga qarindoshlar, gap so'zda gap yasab, boshqalarni kuldiraychi yoki boshqalarni xush qilaychi degandek niyatlar bilan niyatimiz boshqalarni xush qilish bo'lsa-mu, yolg'onni o'ydirib chiqarsak, bu xato ish bo'ldi, gunoh ish bo'ldi. Shundan bunday ishlardan saqlanishimiz kerak. Gap so'zga diqqat qilishimiz kerak. Boshqalarga taptani qilish, gapida cho'ntirib olib o'znikini zot oqlayman deb tirishish
qattiq munoziralarga kirishni o'zi ig'ir gunoh, cho'ng gunoh. Cho'ng gunohni o'rnatimizga cho'ng gunoh. Ba'zi insonlar, ba'zan hattoki ba'zi domlalar deb atalganlarmi o'zininki qilmishlarining to'g'ri ekanligini Qur'on, hadislarni dalil keltirib turib isbotlab o'tirib qo'ydi. Bu to'g'ri ish emas. Qur'on, hadis insonning ishlarining to'g'ri xatoligini dalillab isbotlab beradigan narsa emas. İnsonni xatolikdan to'g'ri yo'lga boshlaydigan dastur. Agar bir qilgan ishimiz, burunmi ta'kidlab keldik, qilgan ishimizdan birasi Qur'on, hadisga uyg'un kelgan bo'lsa, alhamdulillah, mushu ishni o'zim to'g'ri qilibman deb Allohga shukr etish kerak. Ya men mana Qur'onda bu hadisda bor, mana men tushungango, men mana shuni to'g'ri qilibman-ku desak, bu bir to'g'ri yo'lda mangan insonniki deydigan gapi qilgan ish emas. Bu takabburlikqa, kibrlikka kirdi. O'zimizdan qilgan ishini Qur'on, hadisni isbotlamaymiz. O'zimizni Qur'on, hadisga to'g'rilab, shu Qur'on, hadisninki qilipiga tushib turib, Allohning boshlagan yo'liga boramiz. Shunga qarindoshlar, bunday ishlarga diqqat qilaylik. Munozira yana eskartib qo'yish kerak. Munoziradan nari turish kerak. Munozirlar insonlarni yomon oqibatga olib keldi. Alloh taolo darslarimizni barliq qarindoshlarga manfaatli qilib bersin. Barliq qarindoshlarimizni hidoyat qilsin, to'g'ri yo'lga boshlasin.